Assalomu alaykum. Mening mustaqil ish mavzuyim nutqining to'liq rivojlanmaganligining har bir darajasini bartaraf etish bo'yicha olib boriladigan logopedik ishlar mavzusi bo'lib, ushbu nuqsonning kelib chiqish sabablari bu dastlab tug'ruqdan oldingi tug'ruq davri va tug'ruqdan keyingi sabablar bo'lishi mumkin. Undan tashqari genetik omillar, biologik omillar, fiziologik omillar va turli xil omillar ta'sirida bunday nuqson kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Bu nuqsonni kelib chiqishida turli xil belgilari bor, ya'ni buning darajalari bo'lib, birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi darajalari bo'lib, bunda birinchi darajasi sal yengilroq darajasi bo'ladi qolganlariga nisbatan va bunda bolalardagi turli xil fonetik, leksik va grammatik qurilishlar judayam past bo'ladi va sog'lom bolalarga nisbatan anchagina bularda bilinib turadi, bunda nuqson borligi bilinib turadi. Oddiy nutq mavjud, ammo grammatik va fonetik xatoliklar ko'p bo'ladi va nutq shakllanmagan bo'ladi. To'liq boyagi 4-darajadagi nutqning yo'qligi umuman deyarli nutqning yo'q bo'ladi va judayam kam muloqotda bo'ladi. Endi nutqning birinchi darajasini oladigan bo'lsak, boyagi daraja, ya'ni xususiyatlar bola nutqining yoki faqat aloqada tovushlar va bo'g'inlarni chiqaradi, eshitgan nutqni tushunishi hech shakllangan bo'lishi mumkin, lekin zarari yo'q. Mimika va gestlarga tayanadi, ijtimoiy muloqotda faol bo'lmaydi. Birinchi darajasini oladigan bo'lsak, birinchi darajasi qolgan darajalarga nisbatan sal yengilroq daraja bo'lib, bunda bolalar tovushlarni aytadi, lekin ayrim tovushlarni almashtirib qo'yib aytishi mumkin. Undan tashqari bolalarda judayam nutqi faol bo'lmaydi, so'z boyligi judayam kam bo'ladi va grammatik jihatidan so'zlari to'g'ri chiqmaydi, ya'ni grammatik jihatdan so'zlarning bog'lanishi noaniq bo'ladi, ya'ni ikkinchi darajali bo'laklar yoki ko'p ma'noli so'zlardan deyarli foydalanilmaydi. So'zda sinonim so'zlar judayam kam, shakldosh so'zlar esa ko'proq bo'ladi. Ayrim bir nechta predmetlarni ham bitta nom bilan nomlash ularda kuzatilinishi mumkin bo'ladi. Bunday nuqsonni oldini olish uchun esa barcha birgalikda ishlashi lozim, ya'ni dastlab ota-ona bolaning nutqindagi nuqsoni borligini bilib, uni darrov logopedga olib kelishi, logoped o'zini tavsiyasi bilan shifokorlarga yo'naltiriladi va shifokorlarning maslahati bilan ular turli xil muolajalar ishlarini olib borilgandan so'ng logoped o'z ishini boshlaydi. Ya'ni logoped dastlab uning xotirasi, psixologik tomondan, ya'ni xotirasi, idroki, bilish jarayoni va tafakkuri, ongi va ularni tekshirib chiqadi va undagi kamchiliklarni sezsa, boyagi dastlab psixologik tomondan uni korreksiya ishlari olib boriladi va keyinchalik boyagi sekin mayda qo'l motorikalari va boyagi nutqini faollashtiruvchi massajlar yoki turli xil metodlardan foydalangan holda dastlab boyagi so'zlardan, ya'ni so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, uning ma'nodoshlari, sinonimlarini to'g'ri tanlay olish va o'sha so'zni taniy olishi lozim hisoblanadi. Ya'ni boyagi rasmlar asosida yoki rang tasvirlar asosida matn tuzish yoki so'zlarni to'g'ri qo'llay olish o'yinlaridan, metodlardan foydalangan holda bu ishlar amalga oshiriladi.
Ikkinchi darajasini oladigan bo'lsak, ikkinchi darajasi bu 2-3 so'zli gaplardan iborat elementar nutq mavjud, grammatik tuzilmalardan ko'plab xatoliklar, otlar, fe'l, noto'g'ri ishlatilinadi. Leksik zaxira cheklangan, asosiy ehtiyojlarga doir so'zlar mavjud, gaplar qisqa, izchil emas va ikkinchi daraja logopedik ishlar so'z boyligini oshirish, ranglar, hayvonlar, o'yinlar nomlarini o'rgatish, oddiy gaplar tuzishdan boshlanadi. Ya'ni boyagi bu to'p, bu kitob, men keldim, men oldim va boyagi qisqa so'zlardan foydalanilgan holda korreksiya ishlar olib boriladi va sekin bosqichma bosqich oddiydan murakkabga qarab so'zlarni boyagi gaplarni qo'shma gaplarga bog'lab korreksiya ishlari olib boriladi va keyinchalik boyagi she'r yodlashlar, matn, kichkina hikoyalar tuzish, tez aytishlar va turli xil kattaroq bo'lgan she'rlar, ertaklar sekin bosqichma bosqich o'rgatilinib boriladi va bolalar o'zlari hikoyalar tuzish, matn yaratish, rasmlar asosida uni ifodalab berish sekin oxirida mustahkamlab olinadi. Uchinchi darajasini oladigan bo'lsak, uchinchi darajasi bu og'irroq daraja bo'lib, bolaning nutqi deyarli aniq bo'lmaydi. Aytayotgan so'zlari o'zining ehtiyojiga qarab judayam sodda tarzda olib boriladi va umuman deyarli muloqot bo'lmaydi. O'zini deyarli boyagi imo ishoralar orqali nutqida o'zining fikrini tushuntirib berishga harakat qiladi. U to'g'ri deyarli gapira olmaydi. Bitta boyagi o'ziga kerakli bo'lgan so'zlarni aytadi, lekin undan boyagi so'z birliklari, gaplar deyarli u bolada bo'lmaydi. Logoped o'zini ishini olib borishda dastlab boyagi so'zlarni tanitish, u nima, bu nima qilyapti, bu qayer kabi so'roqlarga javob bo'luvchi, bu kim so'roqlariga javob bo'luvchi so'zlarni sekin kundalik hayotida kerak bo'ladigan so'zlarni o'rgatib boradi va bosqichma bosqich uning sinonimlari o'rgatilinadi va savol javoblarga sekin savol javoblar orqali uning so'z boyligini oshirishga harakat qiladi. Endi 4-bosqichini oladigan bo'lsak, 4-bosqichi bu eng og'ir daraja bo'lib, deyarli bola nutqi deyarli bo'lmaydi va o'zini deyarli fikrini erkin ifoda eta olmaydi. Gapirayotgan gaplari ham noaniq chiqadi va o'zining ehtiyojlarini deyarli so'z orqali ifodalab bera olmaydi. Bu bola bilan deyarli judayam ishlash qiyinroq bo'ladi va uzoq muddat davom etadi. Ota-ona agar mas'uliyatli bo'lsa, o'z vaqtida shu muolajalarga olib kelinadigan bo'lsa, bosqichma bosqich sekin astalik bilan unda ijobiy natijalar ko'rilishi mumkin bo'ladi. Bunday bolalarda dastlab boyagi mayda qo'l motorikalari, boyagi bolani his qilishi, sezgi a'zolari rivojlantirib olinadi, diqqati rivojlantirib olinadi, xotirasi rivojlantirib olinadi va undan keyin sekin boyagi tovushlarga o'tiladi va tovushlar orqali boyagi bir bo'g'inli so'zlar, ikki bo'g'inli so'zlar va ko'p bo'g'inli so'zlarga o'tiladi. Undan keyin esa boyagi so'z birikmalari sekin gaplarga o'tiladi. Unda ham unday bolalarda ko'proq boyagi qo'shma gaplar deyarli bo'lmaydi. Sekin boyagi eng o'rgatilinib, eng korreksiya ishlar olib borilganda ham qisqa so'zlardan menga olib kel, menga ber kabi so'zlarni talaffuz qilishi mumkin. Unda ham boyagi juda ham mashaqqatli ishlardan so'nggina bunday talaffuzga ega bo'lishi mumkin hisoblanadi. Dastlab bunday darajalarning oldini olish uchun
shifokorlarning maslahatiga e'tibor berilishi kerak bo'ladi. Bolaning judayam yoshligidan ularni ehtiyotlash, turli xil infeksiyali kasalliklarni yuqtirib olmaslik va ona homiladorlik davrida turli xil stresslarga tushmasligi lozim hisoblanadi va mana shundagina sog'lom bola tug'ilishi mumkin bo'ladi. Uning uchun esa ona o'zini asrashi, oila a'zolari uni asrashi lozim hisoblanadi. Bola tug'ilgandan keyin ham boyagi infeksiyali kasalliklarga chalintirmasligi va turli xil ikki tillilikdan foydalanilmasligi lozim bo'ladi. Lekin boyagi bunday amal qilmaydigan bo'lsa, bolada nutq kamchiligi kelib chiqishi mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.